Assalamu alaikum aziz vatandaşlar, Şarkı Türkistanlık vatandaşlar. Bugün mübarek olsun, hemimizge mübarek olsun. Bugün tarihi bir gün. Uygur milli mücadelesindeki biz tebrikleydiğimiz bir gün. Elbette mübarek olsun deyişki to'g'ri kelmaydi. Çünkü Şarkı Türkistan'da Uygur halkımızga, milletimizga irqiy qirg'inchilik yurgiziladi. Ama bu qirg'inchilikni bugün dünya tarafidan yana bir qatam e'tirof qilingan kun. 27 davlatdan kelgan 700 dan ortiq parlament a'zosi bugün Avrupa parlamentida Uygur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat degan bu qarorni qabul qildi. Bu munosabat bilan biz bütün halkımızı tebriklaymiz. Bunun için kecha kunduz xizmat qilgan nurg'unlagan parlament a'zolari va Uygur do'stlar va bu qarorning chiqishi Uygurlarning yalnız emasligi, yetim emasligi, bugün Uygurlarning ovozi bütün dunyoga anglatganligi, Uygurlarni qo'llaydigan siyosatchilar, parlament a'zolari ve güzel insanların Uygurlar bilan bir safda ekanligini barak bu tarixiy bir kun. Shuningga bu Avrupa parlamentidan hozir bu qaror o'tdi. Shuning bilan birga yana majbur emgakni Avropada cheklash qonuni birga o'tdi. Shuning uchun bu tarixiy bir kunni birga xotirlashimiz kerak. Hammamizga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin.